Assalomu alaykum. Bugungi kunda aholi bandligini ta'minlash, nogironligi bo'lgan fuqarolarni jamiyatda o'z o'rnini topishi va barqaror daromad manbaiga ega bo'lishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Chunki mehnat inson qadrini oshiradi, uni ijtimoiy hayotga faol jalb qiladi va kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. 2025-yilda ushbu yo'nalishda aniq rejalar belgilab olinib, izchil ishlar amalga oshirildi. Viloyat bo'yicha 2025-yilda nogironligi bo'lgan 11772 nafar fuqarolarni ish bilan ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 11070 nafar fuqarolarni bandligi ta'minlandi. Mazkur ko'rsatkichlar nogironligi bo'lgan fuqarolarni mehnat bozoriga jalb etish borasida olib borilgan tizimli ishlar bosqichma-bosqich samara berayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, Urganch tumanida ushbu yo'nalishda ijobiy tajriba shakllandi. Tuman bo'yicha 2025-yil uchun 1158 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolarni ish bilan ta'minlash rejalashtirilgan bo'lsa, amalda 1160 nafar fuqarolar doimiy ishga joylashtirilib, ularning bandligi ta'minlandi va reja 100.2% ga bajarildi. Bu holat tuman miqyosida olib borilgan manzilli ishlar, ish beruvchilar bilan samarali hamkorlik, kasbga yo'naltirish va qo'llab-quvvatlash choralarining to'g'ri yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi. Nogironligi bo'lgan fuqarolarni ish bilan ta'minlash bu shunchaki statistik ko'rsatkich emas, bu eng avvalo inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy adolatni ta'minlash, oilalarning moddiy ahvolini yaxshilash, fuqarolarda o'z kuchiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash demakdir. Ish bilan ta'minlangan har bir fuqaro jamiyatning faol a'zosiga aylanadi, uning hayot sifati yaxshilanadi hamda jamiyatdagi ijtimoiy faolligi ortadi. Ta'kidlash joizki, 2026-yilda ham nogironligi bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash borasidagi ishlar izchil va tizimli tarzda davom ettiriladi. Bandlik organlari tomonidan ushbu toifadagi fuqarolarning ijtimoiy hayotga moslashuvi, kasbga yo'naltirilishi hamda barqaror daromad manbaiga ega bo'lishi uchun manzilli bandlik choralari amalga oshiriladi. Xususan, nogironligi bo'lgan fuqarolarni doimiy ish o'rinlariga joylashtirish, moslashtirilgan ish joylarini yaratish, kasb-hunar va qayta tayyorlash dasturlariga jalb etish, shuningdek, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali ularning jamiyatdagi faolligi yanada oshiriladi. Xorazm viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi bundan buyon ham inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoya va barqaror bandlikni ta'minlashni o'z faoliyatining ustuvor vazifasi sifatida belgilab, ushbu yo'nalishdagi ishlarni qat'iy davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.